Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Türk dünyası ve bilhusus Güney Türkistan'daki Türk milletimiz. Her birlerinizin sözleriniz doğru. İnşallah Türk tilini Özbek lehçesideki bar bolgan Özbeklerin tilini inşallah hiç kim yo'qotalmas ve yo'qotalmaydi. Ve gaplaringizga qo'shilamiz. Amma islom dinida himmat qilib oldin o'tish ham kerak. Agar aytsakki bizlar ko'p oldingi qavm va bizni tilimizni hech kim sindirolmaydi va sindirmoqqa qodir emas deb agar aytsalaringiz bir ozroq tarixni o'qib ko'ringizlar. Bu Afg'on degan toifa Juma bozor Faryabda 4,5 ming jild kitobni o't qo'ygan. Uning vaqa qo'ying mana shu hozir zamonada Karzaydi zamonasida o'zbek tiliga chop bo'lgan kitoblarni Buxoroga tutandiriq qildi. Uni ham qo'yingizlar, ular hay musulmon emas edi, kommunist edi. Toza kelgan musulmonlari o'zlarini islom nomiga olib keldi. O'zbek tilini maktabdan chiqarib, maktablarda Afg'on tiliga o'qitilish, aya shul insoniyat, shul insofmi? Hukumatning zimmasiga bo'ladiki, har joyda bir 5 uy har tilda bo'lsa shoning tiliga o'qitish hukumat vaqtining ustiga lozim bo'ladi. Bu taliblar nima deydi, musulmon nimalar? Nima deydi? Tachish g'ori. Ular so'ng nima javob beradi? Shunday bir behayalik javoblar beradi, aytadi biz shu afrikaylar istemedi, shu narsani istaymiz deydi. Nadir Afshar istemediki, Ahmadshani olib ketmedi, shuni istaymiz deb javob berganlar. Bir ozroq sharm ham yaxshi. Bahar hal bular yozganki, bizning tilimizni hech kim sarkob qila olmaydi. Bizning tilimizni havoyiyatimizning rishasi bor, yana tomiri 7 qabat yerda ostiga kirib ketgan deb aytadi. O'z joyiga, o'zini gapiga to'g'ri, lekin islom nuqtai nazarda Alloh taolo insonga ham bir ozroq qudrat bergan. Bunday emaski, siz bizlar jabari bo'lsak, aytsakki inson bir tosh emas. Onu toshni oyog'ingiz bilan tebasiz, har yoqqa ketsa shu yoqqa ketadi. Bunday emas. Insonni ham Alloh taolo bir ozroq qodir qilgan. Shu ishga himdil degan. Ki qanday o'zbeklarimizda bir matali borki, sendan harakat, mendan barakat. Bu ayni shar'iy. Hazrati Musa alayhisolatu vassalam va Hazrati Xizr alayhisolatu vassalamning voqeasini bir ozroq o'qib ko'rgan. Alloh taolo siz asbobni sizni bizga taylagan. Sizni bizga aytganki, ey o'zbeklar, maktablarda o'z tillaringga o'qitinglar. Va masjidda o mavlaylar, o o'zbek turkman mavlaylar, masjidda o'z tillaringga taqrir qilgar. Sizlar o'limsizlaringmi? Sizlar ayam musulmon emassizlaringmi? Sizlar Qur'onni o'qiganlaring yo'qmi? Fa'atbaqa sababa. Hazrati Musa alayhisolatu vassalam asbobni ixtiyor qildi, musabbabul asbobga jetdi. Shu sababdan siz biz asbobni ko'ramiz. Maktabda qaysi til o'qiladi, o qaysi til o'qilmaydi? Sizlarga sharm emasmi-ki, viloyatlaringda hamma maktablar Afg'oni bo'lsin, men aytmayman bo'lmasin deb.
Lakin 5-chi sinfga cheyin her milletning o'z ona tiliga o'qiladi. Hayol bir 5 uy bir joyda bo'lsa, shu 5 uyga o'zining tiliga maktab olib borish hamma millatga lozim, ha hukumatning ustiga bilkul lozim. Hukumat nima uchun? Hukumat shu uchun emaski, ol jesin. Hukumat shu bo'lish uchun emaski, hamma qudratni o'zini afg'onlarga bersin, oya tojiklarga bersin. Hammaning qudrati bor. Hammaning haqqi bor. Hamma hissedar bo'lsin. Bu o'yin kuymagir mavlaylar, o'zbek turkmanni mavlaylari masjidda bular bo'lsa tojik tilga gaplaydi, afg'on tiliga gaplaydi. Seni onang afg'onmi? Apang afg'onmi? Agar otang agar qaysi afg'on tojikdan olgan bo'lsa, jo'g'alsin, tojik bo'lib ket. Bizga kerak emassan. Biz o'zbekmiz, turkmenimiz, turkmiz, mo'g'ulmiz, xilcimiz, xilji, mo'g'ul, bular turk nasl. Ular qarang, ba'zi xiljilar tilini jo'g'atib, afg'on, tojik bo'lib ketgan. Ular hali qaytib kelishiga imtilayaptir. Voqean ham qaytib kelsin. Sizlarga bir ozroq uyat ham kerak. Ba'zi aytadi, bizni tilimizni hech kim sindira olmaydi deb ba'zilar aytadi. O ba'zi bundan ham yomonlari bor, ba'zilar sotilgan. Bir po'qlar bor. Qo'lidan po'q ham kelmaydi, biz bu o'zbek davoyi o'zbeklik qiladi. Har kimiki davoyi o'zbeklik qiladi. Jalsalarda o'zbek tiliga va'z va nasihat qilsin. Qavmini haqqini olib bersin. Haq olish har millatning haqqi. Bunday emaski, aysaki biz musulmonlikqa amal qilamiz desa-da o'zbekni chiqartib aydab jibersa, bir ozroq sharm qilgar. Qur'onda o'qib ko'rgarki fa atbaga sababa qarda bor. Afsus sizlarga,